Menga qara, qizimga sovchi qo'ygan yigitni chaqirib gaplashib olishim kerak. Qaysi biring? Yo, bu. Boshi pastda yana qiz bola bo'lsa, otasi bir mafiya bo'lishi kerak. Gaplashgani bir bitmagan qurilish o'rnida qop-qorong bir bilyardxonalarga chaqirish. Bir chiroyli bir milliy taomlarda o'tirib gaplashsak bo'lmaydi? Meni kimligimni bilasanmi? Bilamansiz, hali bir mafiyasiz, bir o'ttisi davlat politsiyasi qidirib yurgan bir donsiz. Prosta shu bo'sh vaqtingizda taksichilik qilib yurasiz, to'g'rimi? Prikol qilma. Meni Karlo ota deyshadi. Kim? Karlo ota. Ha, birmi? Tushunmadim. Mana shu iplosizni bir real yetkazib yuribdi-da, pastda ham. Tupoy, men Karlo Ancelotti emasman, Karlo otaman. Aytdim sivashkasi. Mana bunimi? Gavanni. Pecheniku? Bilaman.